alaykum hurmatli obunachilar. Bugun videomiz yangi chiqqan Redmi A7 Pro telefoni haqida bo'ladi. Bu telefonimiz hozirda bozorda $160-170 atrofida sotilyapti. Birinchi chiqqanda arzon edi. Xabarlarimiz bor, bir oydan beri bir oycha bo'lib qoldi. Telefonlar narxi oshib ketdi. Bunun sababini hamma har xil deydi, bilmadim. Endi kim bilsa kommentariyada yozib qoldiringlar, nima sababdan telefonlar narxi oshib ketdi. 10% ga qimmatlashdi telefonlar, ayniqsa Redmi'lar. Hamma kimdir logistika deydi, kimdir boshqa deydi, endi bilmadim nima uchun qimmatlashib ketdi. Bu telefonimiz mana hozir ko'ramiz. Qani. Boshida 1.500.000, 1.600.000 telefonlar hozir 1.800.000, 1.900.000 atrofida sotilyapti. Xo'p, ichini ko'ramiz. Quvvatlagich bor, 15 vatli quvvatlagich. Bu chexol. Chexol maniki Redmi'lar yangi chiqqan Redmi'lar oq chexolga o'tdi. Mana bunaqa. Bundan oldingi Redmi Note 15larda, o'sha 15 telefonlarda hammasi qora chexol edi, bunda oq chexol hammasi. Yonkasini olamiz. Telefonimizda dizayni haqida nima deyish mumkin? Hech qanaqa shu A5 ni biladi, sizlar ko'pchilik biladi. A5 ni orqa kamerasi xuddi shunday edi, faqat buniki uzunroq kamera qo'yilgan. Bo'ldi, boshqa mana shu oddiy plastikdan qilingan orqa tarafi. Hozir o'sha sim karta qo'yadigan joyni ochib ko'ramiz. Bu manaki sim karta qo'yadigan joylari ham mana hammasi fleshga, ikkita sim karta qo'ysalar ham bo'lar ekan. Hammasi birdan ketadi. Xo'p, telefonimiz ekrani IPS ekran, 6.9 dyumli ekran qo'yilgan. Anchagina katta, yengil, uncha ham qalin emas, o'rtacha. Ingichka ham bo'lmaydi. Ramkalari endi qalinroq, tip kamerasi ham shu tomchi ko'rinishida, nuqta ko'rinishida emas, tomchi ko'rinishida qilingan. Pastki ramkalari ham ayniqsa juda qalin ishlangan ekan. Telefonimizda batareykasi 6000 amperli batareyka qo'yilgan. Yaxshi, ko'proq ketadi. Shu 5000 dan ko'ra ancha 20% ga ko'proq xizmat qilib beradi, ko'proq ketadi batareykasi. Xo'p, telefonimizni orqa tarafini ko'rdik. Xo'p, kamerasini hozir tekshirib ko'ramiz. Kamerasi 13 megapiksellik kamera, manaki shunga yarasha mana hozir rasm tushirib ko'ramiz. Qani, mana shu turgan. Bo'ladi mana. Lekin xiraroq ekan. Endi 13 megapiksellik kamera shu oldingi Redmi'lar ham shu endi A kategoriyasi Redmi'ni har doim arzon chiqqan, eng arzon telefoni hisoblanadi va prosessorini ham eng oddiysini qo'yishadi har doim. Kamerani ham shu eng oddiy, shu 13 megapiksel eslayman, shu eng arzon bir 5 yil oldin ham eng arzon telefonlarda 13 megapiksellik kamera bo'lardi. Hozir ham manaki shu Redmi eng arzon telefonlari shu 13 megapiksellik kamerani qo'yyapti. Hop, videosi ham yine shu HD va Full HD rejim. Nima deyish mumkin? Avtostabilizatsiyasi yo'q. Hech qanaqa bir qo'shimcha. Endi arzon telefondan nima ham xohlaysiz hozir? Shu o'zingiz uchun video olsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Kamerasi endi 13 megapiksel ekan, eng oddiy nima deydi? Undan pasti endi 8 megapiksellik faqat oldi kameralar qo'yishyapti. Menimcha shu arzon telefonlarni orqa kamerada undan pasti bo'lmasa kerak. Men ko'rmadim bu yaqin atrofda.
bu yaqin orada. Telefonimizda protsessori ham eng oddiy protsessorlardan qo'yilgan. O'sha hozirgi kunda nima deydi, topiladigan, bo'lmasa ham kerak, endi topiladigan protsessor, eng oddiy protsessor o'sha Unisoc Tiger T7250 protsessor qo'yilgan. Shuni hisobiga protsessor ham endi hozir mana yaxshi ishlab turibdi, lekin 1 oy 2 oy ishlayvergandan keyin qotishni boshlaydi. Ko'pchilik o'sha 9A telefonni ishlatgan bo'lsa biladi, Redmi 9A ham boshida olasiz, yaxshi ishlab turadi yangilik vaqti. Oradan keyin 1 oy 2 oy vaqt o'tgandan keyin qotishni boshlaydi. Xuddi shunaqa bo'ladi protsessor, chunki oddiy protsessor qo'yilgan. Telefonimizda ekrani 6.9 dyuymli ekran, 120 GHz da ishlaydi deb qo'ygan. Endi 120 GHz da bu protsessor bilan ishlashini bilmadim. Endi menimcha bu shunchaki bir reklama uchun, nima deydi, telefonni obrazini oshirish uchun. IPS ekran. IPS ekranligi yaxshi, shu amaliyot ekrandan ko'ra shu batareyka ham ekonom bo'ladi, ko'proq zarrati ko'proqqa yetadi. Shu tomonlama yaxshi. Telefon haqida umumiy nima deyish mumkin? Telefon mana ko'rinishi orqa tarafdan o'sha A5 bilan bir xil deyarli. Boshqa nima deydi, hech qanaqa qo'shimcha hech narsasi yo'q. O'sha qanday ko'rinishda bo'lsa, va oldi atrofida faqat kamera atrofida bunaqa sariq polosasi bor qo'shimchasiga. Endi telefon puliga yarasha o'sha endi oldin 1,5 million, hozir narxlar sal oshdi. Kimlar ishlatsa bo'ladi telefonni? Buni yosh kattalarga olib bersanglar bo'ladi. O'sha knopka telefondan endi o'tadigan bo'lsa yoki faqat shu Telegram ko'rib yo YouTube ko'raman desa, kechlarda ko'p ishlatmayman, gaplashishga bo'ladi desa, olib bersanglar bo'ladi. Lekin o'zlaringiz uchun olsanglar, faqat asablaringiz buzilib, qotib qolishni boshlaydi. Kameralari ham bir shuvalib qolishi mumkin. Sizlarni charchatadigan telefon bo'ladi. Shuning uchun agar o'zlaringiz uchun olmoqchi bo'lsanglar, sal shuni puliga o'sha Redmi'ni oldingi ishlatilgan telefonlarni olganlaringiz ma'qul. O'sha arzonroq bo'lsa ham bundan yaxshiroq ishlab beradi. Chunki protsessorlar yaxshi bo'lsa, Redmi'lar ko'proq xizmat qilib beraveradi. Unday hech qachon biron joy отказ qilib ishlamay qolmaydi. Shuni puliga yoki shuni yarim puliga ham zo'r Redmi'lar olsa bo'ladi ishlatilgan. Lekin buni o'sha olmoqchi bo'lsanglar, o'sha yosh kattalarga, telefonni endi o'rganadigan bo'lsalarga olib bersanglar bo'ladi. Lekin boshqa taraflama tavsiya qilmayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yomon biror narsa duo. Qanday sizlar bunachilar?